Salamatina'dan o'qidirganlar bormi? O'rtoqlar, Yakkasaroy Salamatinaga kelganmiz. Hamma bilsa kerak, 10 qavatli Novostroyka binoni 8-etaji, 3 xona, deyarli 80 kvadrat metrga ega bo'lgan, kirib yashashlikka, ijara qo'yishlikka tayyor mebel texnikalari bilan xonadon. O'rtoqlar, uyi o'zini bolalar o'ynash maydonchasi, podzemniy parkovkalari, shunaqangi keng, chiroyli hovlisiga ega. Videoda o'tkazib olmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. Do'stlar, uyga kirganimizda qaranglar, prixoshka, o'zini shunaqangi oynaklari, chap qo'lda shkoflarini qilib qo'yilgan, bemalol oyoq kiyim qo'yishlik uchun yoki kiyim ilishlik uchun imkoniyat bor. O'ng qo'lda kuxnyasi ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, chiroyli, yorqin rangdan foydalangan ekan. Hamma mebel texnikalari bor. Yana bitta zo'r tomoni, hovliga qaragan, qaranglar, qanaqangi katta balkoni bor. 2 ga adashmayotgan bo'lsam, 3 ga 2 примерно. To'g'ri yuradigan bo'lsangiz, qaranglar, o'zini shunaqangi keng koridor, har bitta xonaga razdelni kirish imkoniyati bor. Sanuzel umumiy. Ko'ryapsizlar, shu kabinkalar to'liq kafel qilingan. Yonginasida esa yotoqxona yoki bitta ofisni xona qilib foydalansanglar bo'ladi, detskiy qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Kattagina. Xo'p, xonadan chiqib to'g'riga qaraydigan bo'lsangiz, yotoqxona kattalari uchun o'zini mebel texnikalari qo'yib qo'yilgan, chiroyli gilamlar, sifatli mebellari qo'yib qo'yishgan ekan. Buni yonginasida esa qaranglar, bejli rangdan foydalangan ekan, interyerlariga bitta e'tibor beringlar. Yumshoq mebellari, TV zonalari, shunaqangi sifatli mebellardan foydalanib interyer qilib qo'yishgan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, Salamatinada bunaqangi narx bormi yo'qmi bilmayman. 125 mingga kirishadigan joy bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Tezda aloqaga chiqib, savdolashishlaringning imkoniyati bor. Videoga like bosib, bizani kuzatishda davom etinglar.